Hushtak chalindi do'stlar, o'yin boshlandi. Keling tarkiblar bilan tanishib olamiz. Himoyachi Anri Chichinadze. Mana bu yerda to'qnashuv, qoida buzilmoqda. Hakam hushtak chalib qo'pollikni qayd etdi Qo'qon futbolchisiga nisbatan. Buni tashqari mana bu zarba yo'llanmoqda. Vaziyatni ko'rib, keyin qolgan raqamlar statistik ma'lumotlarga qaytsak bo'ladi. Gol istayapti Navbahor muxlislari, ancha ko'p ular. Yuqoridan zarba vassal qoldi. O'sha muxlislar istagan voqea yuz berishiga Zabihullo O'rinboyev 7 daqiqaning ichida ancha mehnat qilganini libos aytib turibdim. O'sha epizodda bo'ldi, chog'oq quladi. Mana bunday. Yuqoridan mana imkoniyat. Zarba va gol! 44-raqamda harakat qilayotgan Anri Chichinadze gol uryapti. Qaror maqsadiga erishdi namanganliklar. Hisobda oldinga chiqib olishdi derbida. Mana minglab tomoshabinlar kelishgan, 10 minglab, balki 100 minglab tomoshabinlar borligiga ishonaman. Mana bunday golni ko'rishdi ular. Dastlab hammasi go'yo yo'qqa chiqqandek edi, ammo yaqin masofada kirib keldi Chichinadze va darvozani ishg'ol qilyapti. Bu yerda endi himoyachilarni ko'proq aybdor qilish kerak. Agar kimnidir aybdor qilish kerak bo'lsa, Georgadze o'z futbolchisi bilan qolib ketdi. Yana boshqa futbolchilar. Mana e'tibor qarating. Chiroyli tarzda o'tkazib yuborgan ekan Jiyanov. To'pga tegmasdan uzatma qilibdi desak ham bo'ladi. To'g'ri, Nasimentoga yoziladi uzatma. Ammo Jiyanovning ham harakatini e'tirof etish kerak. Nasimento chaproqqa o'tib oldi, erkin o'ynayapti futbolchi. Namanganliklar ijro etishadi, ichkariga uzatma. Ancha xavfli. Nortojiyev. Qutqardim. Shifokorlar chunki darvoza ortiga yugurib o'tib ketishdi o'z joylariga. Zarba muallifi esa Quvondiq Ro'ziyev edi. Bosim o'tkazyapti, ikkinchi golni urishni istaydi. Ilich. Mana bunday uzatma, zarba va golmi yo'q. Noaniq. Nega bunday reaksiya berdim? Chunki darvoza Zabihullo O'rinboyev yana ortida sherigi ham bor edi. Ya'ni shu qadar bemalolgarchilik. Ko'rgandir noaniq ketayotganini juda. Mana endi Nimelida imkoniyat, Qo'qon reaksiya berish kerak. Nimeli yiqildi va hakam yo'q deyapti, qo'llari bilan ishora qilib. Nimeli esa axir yiqityapti-ku deb mana ko'rsatmoqda futbolchiga, raqibga. Endi esa Jiyanov, Navbahorda hujum, qarshi hujum degan bo'lardim. Ichkariga uzatma va gol! Zabihullo O'rinboyev. Mana bu qarshi hujum, ikkita uzatma, keskinlashtiruvchi pas va gol. 0-2. Boyagi savol, dolzarb. Bormidi kontakt? Nima deysiz yoki yo'qmi? Nimel. Ichkarida bo'layotgani aniq. Ko'ramiz. O'yinda muhim vaziyat. Penalti, gol yo'q. Penalti bor. Qanday rivojlanmoqda o'yin. Mana endi Qo'qon ko'chasida bayram, Qo'qonda bayram va ular penalti tepishadi hozir. Mana 44-raqamdagi Anri Chichinadze birinchi emas, yagona gol muallifi. Diqqat qilamiz. Zarba yo'llandi va gol! Mana endi Qo'qon hisobni tenglashtirmoqda. Ajoyib tarzda Javohir Husanov gol uryapti. Qanday o'yin? Ajoyib derbi. O'z maqomidagi o'tadi deb umid qilganmidik. Umidlarimiz ro'yobga chiqmoqda. Husanov. O'zi yosh Husanovning. 2001-yili tug'ilgan nisbatan. Yusuf yo'nalishni topdi, darvoqe
Ozgina yetmadi O'tkirbek qaytarishiga. Endi bu Ali Ronaldo Siu. Olmatov. Bahor Nascimento ehtiyot bo'lish kerak. To'p yo'qotildi braziliyalik futbolchidan xato. Nimeli Silvanus yana yiqitildi. Qoida buzildi. Kuzatamiz. Jarima zarbasi Shohrux Gadoyev chuqur nafas olmoqda. Nigohlari to'pda va jazm etdi. Yusupov qo'riqlayotgan darvozaga. Parallel uchrashuvlar bo'lib o'tyapti. Mana bu yerda qarang, hozir qanday vaziyat yuzaga keldi. Vanya Ilich. Xorazm Bunyodkor bilan 0-2 o'ynayapti. Qizilqum KMK bahsda esa 0-0. Bahorning taqvimida esa Mashal hamda Andijon bor. Mashal ligada hozircha mutlaq outsider, 0 ochko, 0 gol. Hozir imkoniyat. Qo'qondan zarba va sal qoldi. Stadionni jonli qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda Gadoyev. Jamoa Qo'qonning qarshisidan chiqayotgan. Mana bu imkoniyat hozir. Zabihullo zarba. Darvozabon tegdi chamasi. Yo'q. Navbahor qisqa uzatmalar, yaxshi harakat qilishmoqda mehmonlar. Qanotga to'p yetkazildi. Bu yerda esa 77-raqamda harakat qilayotgan Usmonov, Muhammad Ali markazlashmoqda. Uning zarbasi, darvozabon. Bo'lar ekan-ku mana shunday individual mahoratni ko'rsatsa. Muhammad Ali Usmonov endi juda murakkab zarba edi deya olmayman. Hushyor bo'lishga chaqirdi sheriklarini. Kuzatamiz, ichkariga uzatma yuqoridan zarba. Noaniq. Kechirasiz, Neftchi Lokomotiv, Nasaf Surxon hamda So'g'diyona Paxtakor bahslari. Navbahor oldinga o'tyapti. Navbahor harakat qilmoqda. O'ngdan ichkariga uzatma o'tmadi, lekin yo'nalish o'zgardi. Mana imkoniyat Usmonov. Zarba Xolmatov. Noaniq. Birinchi va ikkinchi o'rindagi jamoalar bahsiga aylanadi bu. Ya'ni mamlakatning amaldagi chempioni Pro Liga chempioniga qarshi o'ynaydi. Yana bunaqa afisha qilsak ham bo'ladi. Aslida endi Lokomotivni tanishtirish uchun Pro Liga chempionidan boshqa titullar yoki ko'rsatkichlar ma'qulroq keladi, to'g'riroq bo'ladi. Mamlakatning 3 karra chempioni qanot Muhammad Ali ancha faol, tan olish kerak. O'zgartira oldi chap qanotni. Mana imkoniyat Xolmatov, zarba, super save. Mana boyagi vaziyat. Hatto biroz yo'nalish noaniq o'ynadim. Oldinga darvozabon Yusupov, xato, darvoza bo'sh. Zarba yo'llasa bo'ladi. Bo'ladi zarba. Voy, qanday imkoniyatni yo'qqa chiqaryapti hozir Kandriatyuk. Mana boyagi vaziyat. Kuchli zarba bilan uzoqlashtirmoqchi bo'lgan darvozabon yanglishdi. Keyin esa Qo'qon futbolchisi yanglishdi. Chap qanot, Qo'qonda imkoniyat, ichkariga uzatma, zarba va gol. Muhammad Anas Hassanov! Voy qanday go'zal! Voy qanday chiroyli gol! Mixladi, ullab yubordi, go'zallik yaratdi maydonda va jamoasiga 3 ochko keltirmoqda, ko'p ehtimol.
Qo'qon do'stlar, Qo'qon 1912. Mana o'sha takroriy lavha. Qanotga bu yerdan ichkariga ullab yubordi. Aqlli, aniq, kuchli. Uzatmani qanotdan kim berdi? Gol juda chiroyli. To'g'ri gol bo'lishi mumkin. Men hozir bo'layotgan uchrashuvlardagi gollarni ko'rmadim. Keyin yana uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Demak, uzatmani ko'rinishidan qanot orqali hozir aniqlab olamiz. Yusupov kelyapti. O'tkir Yusupov Sherik maydonchasi ichida tayyor turing do'stlar. Nortojiyev ishora beryapti, ehtiyot bo'lishga chaqiryapti. Joli devorni o'rnatyapti. O'zi birgina futbolchi bor u yerda. To'p oldida esa 10-raqamda harakat qilayotgan Komilov. Ichkariga uzatma. Darvozabon ham bor u yerda, yiqildi. Davom ettirish kerak, ammo bu jarima maydonchasi ichida u Yusupov yiqilsa jarima belgilanmaydi. Va bo'ldi do'stlar. Qo'qon g'alabaga erishmoqda. Muhim g'alaba, mavsumdagi birinchisi. Tabriklaymiz Qo'qon jamoasini, Qo'qon ahlini.